Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi kunda maktabgacha ta'limda oila pedagogikasi tanlov fani maktabgacha ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bolaning barkamol rivojlanishi oila va maktabgacha ta'lim tashkilotining samarali hamkorligiga bevosita bog'liqdir. Mazkur fan sizlarda oila bilan samarali ishlash, ota-onalarni pedagogik qo'llab-quvvatlash hamda bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay tarbiyaviy muhitni yaratishga oid kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi. Bugungi mashg'ulotda oila pedagogikasining predmeti, maqsadi, vazifalari va uning maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni bilan tanishamiz. Xo'p, shunday ekan, oila pedagogikasi tushunchasi nimadan iborat ekan? Oila pedagogikasi oilada farzandni tarbiyalash, rivojlantirish va ijtimoiylashtirishning qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika fanining muhim tarmog'idir. Oila pedagogikasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: oilaviy tarbiya, ota-onalarning pedagogik madaniyati, oila va ta'lim tashkiloti hamkorligi, bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish. Oila pedagogikasining predmeti esa quyidagilarni qamrab oladi: oilada tarbiya jarayoni, ota-ona va farzand munosabatlari, oilaviy tarbiya metodlari va vositalari, oilaning tarbiyaviy imkoniyatlari va albatta oilaviy qadriyatlar va an'analardir. Oila pedagogikasining maqsadi bu barkamol avlodni tarbiyalash, ota-onalarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish, oilada sog'lom ma'naviy axloqiy muhitni yaratish, bola shaxsining har tomonlama kamol topishiga ko'maklashishdan iborat. Endi esa oila pedagogikasining vazifalarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, oilaviy tarbiya mazmunini ilmiy asosda o'rganish. Ikkinchidan, tarbiyaning samarali metodlarini ishlab chiqish. Uchinchidan, ota-onalarning pedagogik bilimlarini oshirish. To'rtinchidan, oila va ta'lim muassasasi hamkorligini mustahkamlash. Va beshinchidan, bolaning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holatda tarbiya jarayonini tashkil etishdir. Bulardan kelib chiqqan holatda biz oila pedagogikasining asosiy tamoyillarini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi tamoyili bu insonparvarlik, ya'ni har bir insonni hurmat qilish, mehr, muhabbat va e'tibor bilan munosabatda bo'lish. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar tamoyilida esa milliy an'analar, urf-odatlar va umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni tarbiyaga singdirishdir. Uzluksizlik tamoyili tarbiya jarayonining oilada muntazam va izchil davom etishini ta'minlashdir. Hamkorlik tamoyili esa oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti va jamiyatning o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yishdir. Ishchillik tamoyili tarbiya ishlarini reja asosida bosqichma-bosqich izchil amalga oshirish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyili har bir bolaning yosh qobiliyati va individual xususiyatlarini hisobga olishdan iborat. Boshqa fanlar bilan bog'liqligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, oila pedagogikasi, pedagogika, psixologiya, yosh fiziologiyasi, huquq, sotsiologiya va etika fanlari bilan uzviy bog'liqdir. Oila pedagogikasi quyidagi fanlar bilan integratsiyada rivojlanib, oilada farzandni har tomonlama barkamol tarbiyalashning ilmiy asoslarini yaratadi. Oila pedagogikasi jamiyat taraqqiyoti va barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Oila, ta'lim muassasasi va mahalla hamkorligi orqali bolalarning jismoniy, aqliy, ma'naviy, axloqiy rivojlanishini ta'minlanadi. Shu bois bo'lajak pedagoglar oila pedagogikasining nazariy asoslarini chuqur egallashi va amaliy faoliyatda samarali qo'llay olishlari zarur. Xulosa qilib aytganda, oila pedagogikasi farzand tarbiyasining ilmiy asoslarini o'rganuvchi muhim fan bo'lib, uning samarali qo'llanilishi har tomonlama yetuk, bilimli, axloqiy va mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.